Sizni stranitsangizda bitta videoga ko'zim tushib qoldi. Televideniyaga chaqirishgan ekan. Reaksiyangizga juda ham maza qildim. Bizni o'zbek milliy urf-odatlarimiz, an'analarimiz, qarindosh urug'chilik. Nima deydi? To'y hashamlar, yig'inlar bor-ku, shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, ertaga sizlar mana shu davralarga borishingiz kerak bo'ladi. Siz rahbarsiz. Ishxonada, korxonada rahbarlik lavozimini qilasizmi yoki masalan qaynonangiz yoki onangiz qo'ng'iroq qilganlarida O'zim emotsiyalarimni ko'pchilik kuzatib yaxshi ko'rishadi, kuzatishadi. Ishxonada ham nimadir situatsiya bo'lsa, hamma kalla menga qarab turgan bo'ladi. Men basharadagi memni ko'rish uchun. Shu situatsiyada ham televideniyaga chiqdingiz, oldingizdagi yosh katta erkak ekanlar, endi akamiz gapirishga gapirib oldilar-da, keyin kulib ichlarida yig'lab o'tirdilarmi, xullas qanaqadir o'zgarish bo'ldi. Odam o'zgarishi juda ham ichida katta o'zgarish bo'ldi. U odam Adolat partiyasi raisi bo'lganda bir paytlar. Ya'ni adolat degani bu bilishinglar uchun bu inson huquqlari, teng huquqlilik, teng imkoniyatlar haqida aslida. Lekin ular shunaqa gap aytayotdilarki, ayol kishi rahbar bo'lsa, ertaga to'yga borishi bor, har xil ma'rakalarga borishi bor. Qanaqa boradi? Borolmaydi. Borolmasa keyin qaynonasi chaqiradi bir narsa. Endi men yuzlarim o'sha o'zida o'zgarib bir narsalar bo'lib ketdi. U operatorlar keyin boshlovchilar meni bilishadi. O'sha imенно o'sha joyini shuna qo'yib qo'yishdi. Ular gapiryaptilar, meni yuzimning mimikasi turibdi-da, televideniya. Zo'r video bo'libdi. Keyin uni olib, keyin men savol berdim. Xo'p, siz rahbar bo'lmoqchisiz. Tasavvur qiling, siz rahbarsiz. To'y hashamga borasizmi dedim. To'y hashamga borasizmi, yo'qmi dedim. Yo, bormaysizmi desam, boraman. Qanaqa borasiz? Qanaqa rahbar bo'lib turib, buni bir o'zaro совмещать qilasizmi? Endi bu hayotda hamma narsa rejali. Reja bilan qilsa demay, ayol kishi ham farqi yo'q, u jinsiga qarab emas, rejali bo'lishiga qarab to'y hashamni hal qilar ekan. Qo'yish mumkin. Aka sindilar lekin.